Assalomu alaykum qadrdonlar. Ikinci yil sizlarni o'rganishda davom etamiz. Bugungi 5-darsimiz mavzusi kontur blogi, ya'ni sanagich bilan tanishib o'tamiz. Ikkinchida u qanday ishlaydi, qanaqa sozlanadi, qanaqa turlari bor, mana shular haqida birma-bir gaplashib o'tamiz. Xo'p. Prezentatsiyam bor bitta, shuni ochib olaman. Hop, demak, CGPS'de konturlar, ya'ni sanagichlar HS3 seriyasini o'rganyapmiz. Menda chunki hozir HS3 seriyasi borligi uchun shuni birma-bir ko'rib chiqyapmiz. Kontur bilan ishlash. Demak, boshladik. Umumiy ma'lumot. Kontur belgisi mana bunaqa C, ruschada S bilan belgilanadi. Qabul qilingan soni desak ham bo'ladi. 640 ta S0 dan S639 gacha qabul qiladi. Xuddi taymerlarga o'xshaydi. Barchasi desimal, ya'ni dekimal tipida, ya'ni o'nlik sanoq sistemasidan 0 dan 9 gacha sanaydi. Butun sanamaydi, faqatgina natural sonlar sanaydi. Xo'p. Davom etamiz. Keyin mana endi xususiyatlari, tiplari bilan tanishamiz. Ya'ni 16 bitlik kontur. Nima degani bu? Bu S0 dan S299 gacha ishlatsak, ya'ni faqat 300 ta S aynan faqat oldinga sanash uchun ishlatiladi. Oldinga degani 0, 1, 2, 3, 4 deb ketadi, orqaga sanamaydi. Ya'ni 0, 1, 2, 3 bo'lsa, 3, 2, 1, 0 bo'lib ketmaydi, ya'ni orqaga o'tmaydigan sanagichlarimiz, konturlarimiz mana shulardan iborat. Hop. Nechaga sanaydi degan savol ham chiqadi. Mana bunga 1 dan boshlab 32767 gacha sanaydi. 16 bitlisi. Keyingi tipiga o'tamiz. Hop, keyingisi 32 bitli kontur hisoblanadi. Bu oldinga va orqaga sanaydi. Faqatgina 32 bit bo'lganligi uchun faqat juftlar ishlatiladi. Nima degani bu? Masalan, S300 ishlatgandan keyin siz S300 ishlatayotgan bo'lsangiz, programma qilayotgan paytingizda, logikangizda S301 da ishlata olmaysiz. Chunki bir-biriga chayishib ketadi, katta bitli bo'lganligi uchun joyni ko'p egallaydi. Shuning uchun S302, S304 juftlar ishlatiladi. Shuning uchun bitta juft raqam ishlatiladi deb ko'rsatib o'tilgan. Hozir amaliy qismda bularni ham birma-bir ko'rib o'tamiz. Keyingisi HSS kontur, ya'ni high speed kontur, tez sanashlarda ishlatiladi. Mana high speed kontur deb yozilgan. Bu nimaga ishlatiladi? Bu enkoderlarni bog'lashda. Ya'ni S600 dan S639 gachasi, ya'ni C600 dan C639 gachasi bu enkoderlarda foydalansa bo'ladi. Uni ham ko'rib o'tamiz hali dars davomida. Bu enkoder alohida katta mavzu, uni alohida xudo xolasa kontrollerlarga bog'lab ham ko'rsatib o'taman. Vaqtimiz, fursatimiz bo'lsa albatta. Xulosa deb qilganda, oddiy sanashlarda S0 dan C209 gacha ishlatiladi. Yo'nalishli sanashlarda esa S300 dan boshlanadi. Enkoderlarda esa S600 dan tepaga qarab ishlatishingiz mumkin. Xo'p. Qisqacha prezentatsiyamiz shundan iborat. Endi amaliy qismga o'tamiz. Bizda hozirgi vaqtda softverimiz mavjud. Va mana kontrollerimiz ham tayyor holda turibdi, yoqilgan. Ichida ozgina proyektcha bor. O'sha o'tgan dars proyektidan adashmasam. Hop. Endi proyekt qilamiz. Hop. Birinchi o'rinda foydalanamiz. E'tibor beramiz. Bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bunda mana bunaqa update elderlarni, ya'ni masalan x0 ishlatyapman. Mana x0larni mana bu holatdagi ochiq kontaktlarni, ya'ni E5 tipida turgan ochiq kontaktlar ishlatishni tavsiya qilmayman. Chunki ko'p joylarda qo'pol qilib aytgan parod qilgan, mana shu holatda qilgan
programmalarimiz iloji boricha yo buni ishlatish kerak. Farqini hozir tushuntirib o'taman. Hop, birinchisi buni ishlatishni o'tdik. Mana bunga o'tdi. Bu nima degani? Bu knopkani bitta bosganingizda sразу bitta bit beradi, xolos. Bu yoqqa bitta signal beradi, bo'ldi. Qaytib signal bermaydi. Bosib tursangiz ham signal bermaydi. Shunda ishlatiladi. Hozir tekshirib ko'ramiz birma-bir. Hop, outni bosamiz va masalan S0 ni ishlatdik. S0 nechagacha sanasin? Nechagacha sanaganda bizga buyruq bersin. Masalan, K10. Mana hozir bu K10 nimaga qo'yganimni aytaman. K10 buni S0 imizni navoda diskret signal ishlatadigan bo'lsak, S0 ni aktiv holatga o'tkazish uchun mana shu K10 gacha sanaganimizdan keyin ishlaydi. Xo'p, buni ko'rsatib o'taman. Qayerda nima? Mana ochiqdan qo'yaman va S0 qo'yaman. Undan keyin birorta masalan Y0. Mana e'tibor beringlar. 10 gacha sanaganda mana Y0imizga buyruq keladi. Bu shunaqa proyekt hozircha. Undan so'ng reset qilish knopkasini ishlatsak bo'ladi. Mana reset qilish, ya'ni S0 ni son birorta son sanaganda 0 ga qaytarish. Uning uchun buni qo'yay, mana LDF qo'yibman. Mana X1 ga qo'yay va reset S0. Bu bilan buni farqini hozir ko'rsatib o'taman albatta. Bu knopkani bosganingizdan keyin qo'yib olganingizda signal beradi. Bu esa bosishingiz bilan signal beradi. Shu. Hozir buni amaliy jihatdan bitta ko'rsatib o'taman. Yuklaymiz. Besimiz mana ulanib turibdi. Mana yuklandi, faqat stoplanibdi. Run rejimiga o'tkazamiz. Mana ranga o'tdi. Endi e'tibor beringlar. Nimaga buni ishlatganimni. Xo'p, mana bu birinchi knopkamiz, birimiz, bu X0imiz. Bosyapman. 1 2 mana sanayapti. E'tibor beringlar. 5 6 7 8 9 10. 10 bo'lganda mana signal o'tkazdi. S0 dan signal o'tkazib, Y0 yoqdi. Mana relimizda yonib turibdi. Bu yoqda ham signal kelib turibdi. Endi resetni bosaman mana. 0 ga qaranglar. Mana 0 qilishim, ya'ni S0 0 keladi. Bosdim. Mana qarang, bosib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Signal o'tmayapti. Qachon o'tadi? Qo'yib yuborishim bilan mana reset bo'ladi. Mana isboti. Endi yana bitta isbotlash uchun buni nimaga kerakligini isbotlash uchun bu faqat bitta puls berish uchun ishlatiladi xolos. Ya'ni lojnik kelib qolmasligi uchun, to'g'ri sanash uchun mana shu prinsipdan hamma proyektlarda foydalaniladi. Endi buni o'zgartirib ko'raman. Mana qaranglar. Narigisini qo'ydim. Xohlasangiz buni ishlatish mumkin. Ko'pchilik buni ishlatadi, ko'pchilik ba'zilar o'sha nariga teskarisini ishlatadi. Yuklayman. Mana yes. Yuklanyapti. Yuklanib bo'ldi. Mana run holatga o'tdi. Endi e'tibor beringlar. Birni bosib qo'yolmaguncha sanamaydi. Chunki buni ishlash prinsipi shunaqa. Mana bosyapman. Mana bosib turibman. Lekin qaranglar. Bu yerda 0 turibdi desa. Sanagani yo'q. Mana 0 turibdi mana. Qo'yib yuborish bilan sanayapti. Bosdim, qo'yib yubordim. Sanayapti. Bosdim, qo'yib yubordim. Bosdim, qo'yib yubordim. Sanab ketaveradi. Mana. Davom etib ketaveradi. Faqat bizning ustavkamiz komparatorga o'xshab ulardan o'tamiz. Undan u yog'iga aktiv bo'lmaydi. Mana e'tibor beramiz. 28 gacha sanadi. Bu yonib turibdi. Buni o'yindan chiqaramiz. Endi yopib turaman. Mana bu yerda monitor bor. Mana bu yerda S bossak, mana bu yerda sanashni ham ko'rsatadi. SD 28. Mana bu yer mana sutek SD 28 bilan bog'liq hisoblanadi. Xo'p. Buni ham alohida o'qib chiqarib olsa bo'ladi, adashmasam.
ko'rib o'tamiz. Molni ko'rib o'tamiz. Molni qanday? Xolasak mana bu yerdan premye bo'lsa ham bo'ladi. Mana bu yerdan qo'shamiz. Mo, ya'ni o'tkazish, mana e'tibor beringlar. Mo word ham qabul qilar ekan. Bizda SD 0 edi va D 0 ga o'tkazilyapti. Bu nimaga ishlatiladi? Bu birorta kontrollerni monitorga chiqarmoqchi bo'lsangiz, SD 0 o'zini qabul qilmaydi, faqat D 0 qabul qiladi. O'shanda ishlatilishi mumkin. Monitorda ham aksincha kontrollerlar bo'lishi mumkin. Ko'rsatib o'tishim mumkin. Hozir menda bor. Mana aksinchada monitor bor. Monitorlar bor. Buni ham ko'rib o'tamiz. Buni bog'lash degan alohida dars qilamiz. O'shanda buni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, chiqib ketamiz endi. Mana bog'ladik va yuklaymiz. Mana run rejimiga o'tdi. Endi ishlatib ko'ramiz. Sanayapti. Mana D0 ga ham avtomatik mov qilib o'tkazib ketyapti. Qachoncha reset bosmagunimizcha bu sanashimiz davom etaveradi. Bemalol davom ettirsak bo'laveradi. Reset qilamiz. Xo'p, endi qiladigan ishimiz orqaga sanab ko'rish kerak. Xo'p, orqaga qanday sanatamiz? Orqaga qaysilar sanaydi? Buni ko'rib o'tganimizdek, ya'ni S300 dan tepasi orqaga sanaydi. Qachon orqaga sanaydi? Qachonki orqaga degan buyruqni beradigan alohida bitta blogi bor. Buni ham ko'rib o'tamiz. Mana bitta pastga tushiraman. Ikki bitta qo'yib turib, aslan M0 deb yozdim. M0 bizga orqaga degan buyruqni berish kerak. Hop, uning uchun bunga kiramiz. Mana bu yerda orqaga sanatish deb yozib qo'ydim. Qarang. Xo'p, mana bu yerda spetsialniy funksiyalar mavjud. Mana boshdan ko'rsataman. Batareyaning vaqtini ko'rsatadigan, nolga qaytaradigan, alohida agar mana shular aktiv qilsak, operator error shunaqa o'zini spetsialniy anaqalari bor. Mana S600 ko'ryapsizlarmi? 24 ta segment qabul qiladigan, 232 ishlatadigan puls. Mana bizga qaysi kerak? Bizga mana bu kerak. Negativ va pozitivni aniq o'tkazib beradigan funksiya bergan. Bu M8238. Xo'p, mek yozamiz. M8238 yozsak, 92 yozib qo'yibman. Uzr. Mana o'zi qabul qiladi. Endi qaratinglar. Bu yerga bitta oyna ochib turib, bu yerga 300 yozamiz. Yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Hop. Mana S300 xohlasang bunaqa D0 yozsalar ham bo'ladi. D0 yozsalar ham bo'ladi. Bunaqa D0 yozsalar ham bo'ladi. Lekin degan joy bor. S300 D0. Mana. Shunaqa qilsalar ham bo'ladi. Bu yerda srazi mana aktiv bo'lib ketib qoladi faqat shunisi bor. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. O'chiramiz. Mana
mana bu yerda bog'lab qo'yamiz. Bu nima degani? Mana S0 da 10 da aktiv bo'lyapti-yu, bu yerda sразу 0 da aktiv bo'lib qoladi, aktiv bo'lib ketadi. Shuning uchun kimgadir kerak bu, kimgadir kerak emas. Kimgadir faqat sanash kerak bo'lsa, mana shu funksiyani ishlatsa bo'ladi, lekin bunaqa qo'yib yotmaydi. Прямой D0 o'zi qabul qilaveradi. Uzr, qo'yish kerak ekan. D0 faqat o'sha koeffitsiyentni monitordan qo'yish uchun mana shunaqa qilib ishlatsa ham bo'ladi. Endi yuklaymiz. Orqaga oldinga sanash ko'rsatuvchim kerak sizga. Mana buni on qilaman va off qilaman. Ishlatamiz. Mana hozir off turibdi, sanataman. Off. Run rejimiga o'tdi, off turibdi. Sanayapti, e'tibor beringlar. 1 mana sanayapti, e'tibor beringlar. S0 ham sanayapti, S300 ham sanayapti. Mana davom etyapti sanashni. 10 gacha sanab qo'yaman, mana bizga oldi. Endi orqaga sanashni bosaman. Qani orqaga yuradimi yo'qmi? Mana bosdim. Yana davom etyapman. Mana e'tibor beringlar, tepadagi 12 bu naborot orqaga sanashni boshladi. Xulosa shuki, mana agar mashina buyruqni aktiv qilsak, mana aktiv qildik, orqaga ketdi, orqaga sanashni boshlaydi. Agar buni yana qaytarsak, off qilsak, bu -5 dan -4 ga oldinga yurishni boshlash kerak. Mana aytganimiz bajaryapti. Xulosa oddiy sanash va orqaga oldinga sanash uchun mana bu narsadan foydalanib, oddiy sanash uchun esa S0 dan S299 gacha foydalansak ham bo'ladi. Yana bitta buni 300 da ehtiyot bo'ladigan joyi faqat juft sonlarni ishlatish kerak. 300 dan keyin sразу 301 da ishlatib bo'lmaydi, chunki uzoq sanaganligi uchun 302, 304, 306 qilib juft qilib ishlatish kerak bo'ladi. Xo'p, kimda qanaqadir shu sanash bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada yozishlaring mumkin. Iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Xudo xolasa. Kimgadir takliflar bo'lsa, bemalol yozsanglar, o'ylab ko'rib, vaqtga, vaziyatga qarab yordam qilishga harakat qilamiz. Faqat sizlardan iltimos, like tayamang. Chunki ko'pchilik o'rgansa, bizga ham, sizga ham, hammaga foydasi tegsa, hamma uchun yaxshi bo'ladi, savob bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.